kiring. Salom sizga xonim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan xotin? Meni ishxonamda nima qilyapsiz? Nima deganing? Sening ishxonang, meni ham ishxonam. Nima? Xotinimni nima ish qilgan haqida kelib qiziqish bildirsam yomonmi? Kesatmang, meni ishim ko'p. Siz ishingiz ko'p, to'g'ri, siz juda ham katta rahbar bo'lsangiz. Mayli. Ishing ko'p bo'lsa, gapni dangalni gapiraman. O'zing yaxshimisan? Botir aka. Xo'p. Xullas xotin. Bugun choyxonam. Bilasan, do'stlarim bilan yig'ilishib turamiz, oqibat degandek. Shuning uchun har safar ular mehmon qilardi. Bu safar men mehmon qilishim kerak. Ya'ni gal meniki. Shunga oylik tushmadi. Anchadan beri tushmayapti. Jahlim chiqdi. O'zi oyligingizni ko'rmasam, yana mendan pul so'rab kelishga olmaysizmi? Qanday qilib mendan pul so'rab kelasiz? Nima qildi? Saniki meniki bor ekan er xotin o'rtasida. To'g'ri, o'rtada, lekin ro'zg'orda faqat meni pulim o'rtada-da. Siz olgan oyligingiz o'zingizdan ortmaydi. Kiyinasiz, yasanasiz, choyxona yurasiz. Shu aytadi-yu. Xotin kishiniki minnatli deb. Arzimagan narsalarga ham minnat qilurasanmi? Menga qarang, ko'chib chiqqanimizga 5 yil bo'ldi, to'g'rimi? Uyni kreditini yaqinda to'lab qutuldim. Ro'zg'or, mayda xarajatlar, kommunal to'lovlar, bolani xarajatlari, hammasi meni bo'ynimda. Yangi kelin bo'lib tushgan paytim tagingizga mashina ham olib berganman. Yaxshi bular arzimas xarajatlar bo'lsa, o'zingizdan qo'llatib ko'ring. Ko'ring. Menga qara xotin. Seni bunaqa yurishingga sabab menman. Barakang bor. Birinchidan, ikkinchidan Xudoga shukr degan. Odamlar 15-20 yilda qutuladi. Sen 4-5 yilda qutulding. Botir aka, men oilada ham erkak, ham ayol bo'lishdan charchadim. Men ham sizga suyangim keladi. Sizda vijdon degan narsa bormi? Qachondir uyg'onadimi? Menga qara. Shaxsiy masalalarni uyda gaplashamiz. Sen oldingi videoyini eskini kelgan. Menga 1 million kerak. Hozir. Pul yo'q. Men rahbar bo'lsam ham hamma qatori oyiga 1 yoki 2 marta oylik olaman. Meni pul chiqaradigan apparatim yo'q, dadasi. Bermaysan-a? Mayli. Do'stlarim oldida sharmanda bo'lishimni xohlasang berma. To'g'ri. Men kimman? Hozir ham kimman? Bir bechora bo'lsam, oddiygina inson bo'lsam. Mayli, bir kun bizning mahallada ham bayram bo'lib qolar. Botir aka, nolimang. Kasbingizni o'zingiz sevib tanlagansiz. O'z kuchingiz bilan o'qishga kirgansiz. O'qib bitirdingiz. Orzuqlarli ishda ishlasangiz, mayli pulingiz yetmayotgan ekan, ikkinchi ish toping. Yarim kun u yoqda ishlang, yarim kun bu yoqda ishlang. Shunda pul so'rashga majbur bo'lmaysiz. O'zingizni pulingiz